Tefsirim Muyassar. Meryem Suresi. Nahayeti şefqatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Kaf, ha, ya, ayn, sad. Bu xildagi harflarning bayoni Baqara surasining 5-ida o'tdi. Bu Rabbingning bandasi Zakariyaga qilgan marhamatining bayonidir. Biz uni sana bayon qilib beramiz. Şeksizki, uningda ibrat oladiganlar uchun ko'pligan pand nasihatlar bor. U o'z vaqtida Rabbiga past ovozda munojat qilib mundoq degan edi. Ey Rabbim, men haqiqatan yashinib qoldim. So'ngkim bo'shib ketdi. Chechim oqardi. Ey Rabbim, men sana duo qilib duoyim ijobat bo'lmay qolmagan edi. Men o'lgandan keyin menga varislik qiladigan tuqqanlarimning dinni mahkam tutishda mening o'rnimni bosolmay qolishidan ansirayman. Uning ustiga mening ayolim tug'masdir. Ey Rabbim, menga o'z fazlingdan bir farzand ato qilgin. U mening payg'ambarligimga va Yaqub oilasining payg'ambarligiga varislik qilg'ay. O farzandni sening roziliqingga, bandalaringning qo'llashiga erishadigan qilgin. Allah aytdi: Ey Zakariya, biz haqiqatan sening duoyingni ijobat qilib, sana Yahya ismlik bir o'g'il ato qiladiganligimiz bilan xush xabar beramiz. Bundan ilgari hech odamni bu ism bilan atamagan edik. Zakariya bu xush xabarga hayron qilib, Ey Rabbim, ayolim tug'mas tursa, men qilib mukchiyib ketgan tursam, mening qandoqmi o'g'lim bo'ladi, dedi. Farishta uningga javob berib aytdi: Amaliyat sen degandekdir. Ya'ni sen rostli yashinib qolding. Ayoling bo'lsa tug'masdir. Lekin Rabbing Yahyani mushundoq yaratish men uchun osondir, dedi. Ondan Allah Zakariyaga uning so'rg'inidan ajoyib bir haqiqatni eslatib, men seni Yahyodan burun yaratdim. O chaqda sen tilg'i og'udek narsa emas eding, hatto mavjud emas eding, dedi. Zakariya ko'nglini texmi taskin topquzish uchun, Ey Rabbim, farishtalar bergan xush xabarning amalga oshqonligini bildirib, menga biror belgi bersang, dedi. Allah aytdi: Sana beriladigan belgi shuki, sen saq turib, 3 kecha kunduz kishilarga gap qilolmaysan. Zakariya namozgohidan qavmining oldiga chiqib, ularga etigan oqshomda Allohga shukr qilib tasbih aytinglar deb ishorat qildi. Yahya tug'ilib gapni tushunadigan yoshga kelganda, Allah uni Tavrotga chin esilishga buyurib, Ey Yahya, Tavratning tekstini obdan yodlab, ma'nosini tushunib, ta'limotlarga amal qilish orqali uni chin tutqin, dedi. Biz uningga bolalik cheg'idala hikmat va aql farosat ato qildik. Biz uningga dargohimizdan mehribonlik, muhabbat va gunohdan poklik ato qildik. U Allohdan qo'rqadigan, uningga itoat qiladigan, farzlarni ado qiladigan, harom ishlardan yiroq turadigan zot edi. U ota-onasiga ko'yimchan va itoatchan edi. U Allohga itoat qilishdan bosh tortadigan va osiylik qiladigan emas edi. Yahya tug'ilgan kunida, vafot bo'ladigan kunida va tirilib qabrisidan chiqariladigan qiyomat kunida Allohning omonligi ichida bo'ladi. Ey payg'ambar, qavminga Qur'ondagi Maryam qissasini o'qib bergin. O'z vaqtida Maryam oilasidan ayrilib, sharq tarafdagi bir joyga ketgan edi. U oilasidagilarga va boshqa kishilarga ko'rinmaydigan bo'ldi. Biz uningga elchimiz Jibrilni avatdik. Jibril Maryamga bejirim odam suratida ko'rindi. Maryam Jibrilga, men haqiqatan Rahmon Allohga seg'inib, sening cheqilishingdan panoh tilayman.
Agar sen taqvodor bo'lsang, menga cheqilmag'in dedi. Jibril Maryamga aytdi: "Men Rabbingning elchisiman. Meni sana gunohdan pok bir o'g'il ato qilish uchun avatdi." Maryam Jibrilga: "Menga hech qanday inson halol nikoh bilan yaqinlashmagan tursa, men zina qilmagan tursam, qandoqmi mening o'g'lim bo'lsin?" dedi. Jibril Maryamga aytdi: "O'g'il shundoq, ya'ni sana hech qanday inson yaqinlashmadi. Sen zinomi qilmading. Ammo Rabbing aytdiki, bu ish menga osondir." U bu vaqt Allohning cheksiz qudratini namoyon qiladigan dalil. Onasiga va kishilarga Alloh tarafidan berilgan bir rahmat bo'ladi. İsa'nın bundaq dunyoga kelishi oldin belgilanib bo'lgan. Lavhul mahfuzga yezilib bo'lgan ishdir. U cho'qim amalga oshidi. Jibril Maryamning ko'nglikining yanchiqig'i puvlab qo'ygandan keyin bu puvlash uning bal yotqusiga yetib berishi bilanla u homildor bo'ldi. Maryam shuning bilan kishilardan yiroq chat bir joyga ketdi. Tolg'oqning qattiqligi Maryamni bir xurma darxiga yo'linib elishga majbur qildi. Maryam aytdi: "Qashki mushu kun kelishdan burun o'lib ketsamchu, unutilib ketganlardan, hech kim bilmaydigan kishilardan bo'lib ketsamchu." Jibril yoki İsa Maryamga xurma darxining ostidan nido qilib mundoq dedi: "G'am qilmag'in. Rabbing sening oyg'ingning ostidan oqadigan bir eriq paydo qildi. Xurma darxini o'z tarafingga irg'itqin. Oldingi pishqan yangi xurmalar to'kiladi. Bu yangi xurmadan yegin, bu suvdan ichgin va bovqing bilan shodlangin. Agar sen biror odamni ko'rsang, u sening ahvoling to'g'riliq so'rasa, uningga men gap qilmayman deb Rahman Allohga va'da bergan edim. Shunga bugun hech kimga gap qilmayman degin. Chunki gap qilmaslik ularning shariatida ibodat sanaladi." Nihoyat Maryam yiroq yerdan bovoqni ko'tarib qavmining oldiga keldi. Maryamning qavmi uni bu holda ko'rgandan keyin mundoq dedi: "Ey Maryam, sen haqiqatan g'alati bir ishni qilib qo'yding. Ey yaxshi odamning, Harunning hamshirisi, sening otang yomon ish qiladigan odam emas edi. Anangmi yo'ldan chiqqan xotin emas edi." Bu chaqda Maryam savolinglar bo'lsa, buningdan so'ranglar deganda qilib, ularga bovoqni ko'rsatib qo'ydi. Ular Maryamga qoyib, bo'shikdagi bovoqqa qandoq gap qilamiz dedi. İsa bo'shikda yetib mundoq dedi: "Sheksizki, men Allohning bandasiman. Allah menga Injil nomli kitob berdi va meni payg'ambar qiladi. Qayerdili bo'lsam, Allah meni katta yaxshilik keltirdigan biri qildi. Hayotli bo'lsam, namoz o'qishimni, zakot berishimni tavsiya qildi. Meni onamga ko'yimchan qildi. Meni onamga cho'ngchilik qiladigan, Allohga osiylik qiladigan qilmadi. Men tug'ilgan kunda, vafot bo'ladigan kunda, qiyomat kuni tirilib qabrimdan turg'iziladigan kunda Allohning omonligi ichida bo'laman. Ey payg'ambar, biz sana qissani bayon qilib bergan bu zot Maryam o'g'li İsa'dir. Bizning e'tiqodlarimiz cheksiz haq so'zdir. Yahudilar bilan xristianlar bu so'z haqida datalash qilishyotadi. Allohning bandalaridan birini bola qilib bilishi uning ulug' martabasiga loyiq emas. Allah mundaq tuhmatlardan albatta pokdir. Allah mayli cho'ng yoki kichik qandoqli bir ishni iroda qilsa, uni albatta qila oladi. Uningga bo'l deydi-da, u shu hamon Alloh xohlagan va iroda qilgan shaklda bo'ladi. İsa qavmiga mundoq dedi: "Sheksizki, men sizlarni da'vat qilayotgan Alloh birdir. U mening Rabbimdir. Sizlarning Rabbinglardir. Shunga sizlar uningga hech narsani shirik keltirmay, uning o'ziga ibodat qilinglar.
Men bilan sizlar Allohga bandichilik va uningga itoat qilishda o'xshashimiz. Mana bu hech qanday qing'irligi bo'lmagan to'p-to'g'ri yo'ldir. Ahli kitob Iso to'g'riliq ixtilof qilishib bir qancha firqaga bo'linib ketdi. Xristianlar Isoni o'z martabasidan oshirib etib, ba'zi uni Alloh desa, ba'zi Allohning o'g'li dedi. Yana ba'zi uni uch ilohning biri dedi. Allah ularning sifatliganlardan albatta pokdir. Yahudilar Isoga tuhmat qilib, ba'zi uni sehrgar desa, yana ba'zi yog'ochchi Yusufning o'g'li dedi. Bu kafirlarning hamma xaloyiq hozir qilinadigan buyuk qiyomat kunidagi holiga voy. Qiyomat kuni ular Allohning oldiga chiqarilganda, ularning quloqlari haq so'zni anglaydigan, ko'zlari haqiqatni ko'radigan bo'lib qoladi. Ammo ularning u chog'dagi anglig'ini va ko'rgini hech narsaga asqatmaydi. Lekin bu kafirlar bu dunyoda haqiqatdan tamoman yiroqlashib, o'p-o'chuq ozg'unlikda turibdi. Ey payg'ambar, insonlarni hamma ish bir taraf qilinadigan, kafirlar hasrat chekadigan qiyomat kunidan ogohlantirgan. O kunda insonlar orasida hukm chiqariladi. Jannatga loyiq bo'lganlar jannatdan, do'zaxga tegishlik bo'lganlar do'zaxdan o'rin oladi. Kafirlar bu dunyoda barliq ogohlantirishlardan g'aflat ichida yuradi. Ular oxirat kuniga ishonmaydi. Shunga oxiratlik uchun tayyorlik ko'rmaydi. Zaminga va uning ustidagi barliq mavjudotga haqiqatan biz varislik qilamiz. Ular zaval topgandan keyin biz qolamiz. Ular bizning dargohimizga qaytariladi va amallaridan hisob beradi. Biz ularning amallariga qarta mukofot yoki jazoga beramiz. Ey payg'ambar, qavminga bu Qur'ondagi İbrahim alayhissalomning qissasini o'qib bergin. U haqiqatan to'liq rostchil va katta martabalik payg'ambar edi. İbrahim o'z vaqtida otasi Azarga aytdi: "Ey ata, sen nemishqa anglamaydigan, ko'rmaydigan va sana hech narsaga asqatmaydigan butlarga cho'qinasan. Ey ata, Allah manga sana ata qilmagan ilmlarni ata qildi. Mening da'vatimni qabul qilgin. Men da'vat qilgan dinga ergashgin. Men seni sen hergiz ezib ketmaydigan to'g'ri yo'lga boshlayman." Ey ata, sen şeytanga ergishib butlarga cho'qinmagin. Chunki şeytan Rahman Allohga haqiqatan osiylik qilgan. Uningga itoat qilishdan bosh tortgan maxluqdir. Ey ata, sening kofirlik holatingda o'lib, Rahman Allohning azobiga kelishingdan, do'zaxda şeytanning hamrohiga aylanib kelishingdan ansirayman. İbrahimning otasi: "Ey İbrahim, sen mening ilohlarimga cho'qinishdan yuz o'rmoqchimisan? Qasam qilamanki, agar sen bizning ilohlarimizni so'kishdan yanmasang, seni cho'qim chammi kesak qilib o'ltiraman. Sen uzoqqicha mening ko'zimga ko'ringichi bo'lma va menga gap qilg'ichimi bo'lma" dedi. İbrahim otasiga aytdi: "Sana mendan amonlik bo'lsin. Mendan sana ziyon yetmaydi. Men sana hidoyat va mag'firat tilab Rabbimga duo qilaman. Sheksizki, Rabbim menga to'liq mehribondir. Duo qilsam ijobat qiladi. Men sizlardan va sizlar Allohni qo'yib cho'qinayotgan butlaringlardan ayrilaman. Rabbimga ixlos bilan ibodat qilaman. Baxtsiz bo'lib qolmasligim uchun Rabbimga ixlos bilan duo qilaman." İbrahim ulardan va ularning Allohni qo'yib cho'qinayotgan butlardan yiroqlashgan chaqda biz uningga Ishoqni va Ishoqning o'g'li Yaqubni ato qildik. Hamda ularning ikkilisini payg'ambar qildik. Ularning hammasiga cheksiz rahmat ato qildik. Ularning nom nishonisini mangulik qildik. Kishilarning madhiyasiga sazovar qildik.
Ey payg'ambar, qavmingga bu Qur'ondagi Musa alayhissalomning qissasini o'qib bergin. Sheksizki, Musa tanlangan va irodalik payg'ambarlardan bo'lgan rasul ham nabiy edi. Biz Musaga Tur teg'ining o'ng tarafidan nido qildik. Uni bizga munojat qilish sharpiga erishtirdik va bizga yaqinlashtirdik. Bu oyat Allohning o'ziga loyiq ravishda so'zlash sifatini isbotlaydi. Biz Musaga marhamat qilganlikdan qarindishi Harunni uningga yordamlashsin deb unimi payg'ambar qilib berdik. Ey payg'ambar, qavmingga bu Qur'ondagi Ismoil alayhissalomning qissasini o'qib bergin. U haqiqatan va'dasida rostchil rasul ham nabiy edi. Qandoqli bir ishga va'da qilsa, uningga albatta vafo qiladi. U oilasidagilarni namoz o'qishga, zakot berishga buyurdi. U Rabbining dargohida uning roziligiga erishgan birisi edi. Ey payg'ambar, qavmingga bu Qur'ondagi İdris alayhissalomning qissasini o'qib bergin. U haqiqatan gap so'zda rostchil, amalda samimiy payg'ambar edi. Uning nom nishonini jahon ahli ichida yuqori ko'tardik. Martabasini ustun, darajasini oliy qildik. Ey payg'ambar, Allah sana qissani bayon qilib bergan shu payg'ambarlar Allohning ne'matiga erishgan zotlar bo'lib, ular odamning naslidan. Allah Nuh bilan birlik kemiga chiqarganlarning naslidan, İbrahimning naslidan va Isroil, Yaqubning naslidandir. Ular Allah hidoyat qilgan, payg'ambarlikka tanlangan zotlardir. Ularga Allohning oyatlari tilovat qilinsa, Allah'tan ayminganligidan yig'lab turib darhol sajdaga boradi. Allah'ning ne'matiga erishgan shu zotlardan keyin yomon o'rinbosarlar keldi. Ular namozni butunlay tark etdi yoki vaqtida o'qimadi va yoki namozning muhim farzlarini tark etdi. Nafsi xohishlarga ergashdi. Shunga ular do'zaxga tashlanganda ozg'unligining jazosini tortadi. Ammo ularning ichidan gunohiga tavba qilgan, Rabbiga iymon etgan va qilgan tavbasining samimiy ekanligini isbotlab, yaxshi amallarni qilgan kishilarga kelsak, Allah shularning tavbasini qabul qiladi. Ular mu'minlar bilan birga jannatga kiradi. Ularning yaxshi amallarining mukofoti qilchi kemaytilmaydi. Mangulik jannatlar va u jannatlarda doimlik turish Rahman Allah bandalarga va'da qilgan va ularni ko'rmay turib iymon etgan haqiqatdir. Allohning mu'min bandalarini jannatga kirgizish haqidagi va'dasi cho'qim ishga oshadi. Jannat ahli jannatda behudi gaplarni anglamaydi. Faqat salomni anglaydi. Ular jannatda doimlik yemak ichmaklar bilan ne'matlanadi. Ular ko'ngli tortgan hamon atigan oqshomda keng tasha rizqdan bahramand bo'lib turadi. Shu jannatlarga yuqorqi sifatlar bilan sifatlangan, buyurganlarimizni o'rindab to'sqanlarimizdan yongan taqvodor bandalarimizni varis qilamiz. Ey Jibril, Muhammad alayhissalomga aytganki, biz farishtalar osmondan zaminga faqat Allohning amri bilan tushamiz. Bizning oldimizdagi, orqamizdagi va bu ikkisining orasidagi ishlarning hammasi Allohning ilkididir. Her zaman ve her makonda hamma ish Allohning irodasi bilan bo'ladi. Allah hech narsani unutib qolmaydi. Allah osmonlarning, zaminning va bu ikkisining orasidagi shaylarning yaratquchisi, egisi, parvish qilg'uvchisi va boshqarg'uvchisidir. Ey payg'ambar, Allohning o'ziga ibodat qilgin. Uningga ibodat va itoat qilishda chidamliq bo'lgin. Sana ergashgan mu'minlarmi shundoq qilsin. Allohning zotida, sifatlarda va ish-faoliyatlarda hech bir sheriki yo'qdir. Kafir inson o'lgandan keyingi tirilishni inkor qilib,
men o'lib tuproqqa aylanib ketgandan keyin rostilla tirilib qabramdan chiqirilamdiman deydi. O kafir inson qandoqmi o'zining yaratilishini unutib qoladi. O yo'q vaqtida bizning uni yo'qdan bor qilganligimizni o'ylab baxmamdi. Ey payg'ambar, Rabbingning nomi bilan qasamki, oxiratga ishonmaydigan ashu kofirlarning hammasini qiyomat kuni shaytonlar bilan birga hisob maydoniga yig'amiz. Ondan ularni jahannamning cho'risida tizlandirib qo'yamiz. Ular jahannamda ko'rganlarning dahshatidan qo'rqib ketib, o'rnidan turolmay qoladi. Ondan her bir guruhning ichidan Allohga osiylik qilishda va kufrda hammadan bak haddidan oshqonlarni tortib chiqib, azoblashni shulardan boshlaymiz. Biz do'zaxga kirishga eng tegishlik bo'lganlarni albatta obdan bilamiz. Ey insonlar, aranglardan do'zaxning ustiga o'rinlashtirilgan pilsirat ko'vrikidan o'tmaydigan biror kishimi qolmaydi. Ötüş her bir adamның əməliga asasən hər xil boladı. Bunun çoxum boladiganligi Rabbingning o'zgarmas hukmidir. Ondan Rabbidan qo'rqib uningga itoat qilgan va gunoh ma'siyatdan yiroq turgan mo'minlarni qutqizamiz. Kufrlikni tanlash orqali o'ziga zulm qilgan kofirlarni bo'lsa, jahannamda tizlangan peti tark etamiz. İnsanlarga bizning ro'shan oyatlarimiz o'qib berilgan chaqda Allohni inkor qilgan kofirlar mo'minlarga sizlar bilan bizdan iborat ikki guruhdan qaysimizning o'rni yaxshi, so'rini go'zal dedi. Ey payg'ambar, biz sening qavmingdan chiqqan kofirlardan ilgari nurg'ulg'an kofir ummatlarni halok qilib etgan edik. O ümmetler meyli mal mülk cihettin bolsun yoki ko'rinish cihettin bolsun bulardan artıq idi. Ey payg'ambar, ularga aytqinki, kimki hidoyatga ergashmay azg'unlikda yuradigan, Allah uningga azg'unlikdan hidoyat tepishi uchun muhlat beradi. O bu dunyodagi yoki oxiratdagi Allah ogohlantirgan azobni ko'rgan chaqdala kimning o'rni yomon, kuchi oz, lashkari ojiz ekanligini bilib qoladi. Allah haq dinning yo'lida mangan bandalarning hidoyatiga hidoyat qo'shadi. Bu Allah belgilgan farzlarni o'rindash orqali iymonini kuchaytib turgan kishilarga hosil bo'ladi. Ahiretlik yaxshi amallar Rabbingning dargohida hem mukofot jihatdan, hem oqibat jihatdan eng yaxshidir. Ey payg'ambar, As ibn Vail va uningga o'xshash kofirlarni ko'rdingmi? Ular Allohning oyatlarini inkor qildi va oxiratda albatta mening mol-mulkim va bolalarim bo'ladi dedi. O kafir g'aybni bilaman deb shundoq demdi yoki Allah uningga bu to'g'rida va'da berganmi? Amaliyat hargiz o kafir gumon qilgandek emas. O g'aybni bilmaydi. Allah uningga va'da berganmi emas. Uning Allah nomidan aytgan yolg'on so'zlarini xotirlab qo'yamiz. O ozg'unlikda haddidan oshgandek, uningga oxiratda azobning turlarini oshiramiz. Onun mal dünyasıga ve evlatlarga biz varislik qilamiz. O qiyomat günü aldığımızga mal dünyasını ve evlatlarını dünyada qaldırgan halda tenha keladi. Müşriklar Allah'ni qayırib qo'yib bizga madad beradi ve kuch quvvat ato qiladi degan xom xiyol bilan saxti ilahlarni qilib oldi. Amaliyat hargiz ular gumon qilgandek emas. Ular cho'qinayotgan saxti ilahlar ularga madad berolmaydi. Aksicha qiyomat kuni o ilahlar bu mushriklarning o'zlariga cho'qinganligini inkor qiladi va ularning dushmaniga aylanadi. Ey payg'ambar, Allohni va uning payg'ambarini inkor qilgan oshu kofirlarning ustiga ularni Allohga osiylik qilishga qiziqtiradigan shaytonlarni avatganligimizni bilmamsa. Sen o kafirlarga azap tilashga aldırmagın.
Biz ularning dunyodagi kunlarini va amallarini bir-birlab sanab turamiz. Biz qiyomat kuni taqvodorlarni Allohning dargohiga izzat ikrom bilan yig'amiz. Kafirlarni bo'lsa bir yutum suvga qattiq tashna bo'lgan holatida jahannamga qattiq qo'lliq bilan haydaymiz. O kafirlar hech kimga shafaat qila olmaydi. Faqat Allohning va'dasiga erishgan mu'minlarni shafaat qila oladi. O kafirlar Allohning bolasi bor deyishdi. Sheksizki, ey kafirlar, sizlar bu so'zinglar bilan haqiqatan qabih va cho'ng gunohni sodir qildinglar. Kafirlarning Allohning bolasi bor degan so'zining qabihligiga g'azablanganlikdan osmonlar parchalanib, yer yerilib, tog'lar portlab ketgili tas qoldi. Allah mushriklar sifatlagan narsalardan albatta ustundir. Balılık buluş, Rahman Allah'ның ulug'ligiga loyiq kelmaydi. Allah balığı muhtaç emas. Çünkü balılık buluş məxluqatga xas sifat bo'lib, muhtojlikqa va nuqsonga dalolat qiladi. Halbuki Allah hech kimga muhtoj emas. O məxluqatga o'xshab qelishdan va barcha nuqsondan albatta pokdir. Osmonlardagi farishtalar, zamindagi inson va jinlar qiyomat kuni albatta Allohga bo'ysungan va o'zining ojiz bandi ekanligini e'tirof qilgan holda Allohning huzuriga keladi. Sheksizki, Allah məxluqatining hammasini sanab chiqqan bo'lib, ularning sonini to'liq egalladi. Allohga ularning hech biri maxfiy emas. Qiyomat kuni har bir shaxs Rabbining oldiga mol dunyosi va bolalari yo'q holda tanho keladi. Sheksizki, Allohga iymon etgan, Allohning payg'ambarlariga ergashgan va islom shariatining ko'rsatmasi bo'yicha yaxshi amallarni qilgan kishilarga Rahman Allah bandalarining qalbida sevgi, muhabbat paydo qiladi. Ey payg'ambar, biz bu Qur'onni sana ergashgan taqvodorlarga uning bilan xush xabar berishing va jidalxo'r kafirlarni ogohlantirishing uchun sening tiling bo'lgan arab tili bilan o'ng'aylashtirib berdik. Biz sening qavmingdan burun kelgan nurg'un ummatlarni halok qildik. Sen ulardan biror kishini ko'rolmaysan yoki ularga tava biror pas ovozni anglayolmaysan. Sening qavming ishidagi kafirlarni burunqilarni halok qilgandek halok qilamiz. Bu oyat haq dinni inkor qilishda ching turib olgan kafirlarni qo'rqitishni va Allohning qattiq azobidan ogohlantirishni o'z ichiga oladi. Tafsiri muyassar. Bir guruhi ulamolar nashrga tayyorlagan. Tarjima qilguvchi Muhammad Yusuf Muhammad Tursun. Muharrir Abdurrahim Davlat. Korrektor Abdulaziz Aqhun. 2020 yanvar 1 nashri. Teklimakan Uyg'ur nashriyoti tarafidan nashr qilingan. Mikrofon oldida İmran Abdug'ani Sadai. Bu asar avlod detallarida tarqitildi.